Qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun bizningki Nijat Yulduz Sho'ypat xonimiz yana qaytada yangi parangni boshladik. Yangi parangga biz xizmatdashim, sabdashim, og'inam Muxtar Bug'rani taklif qildim. Qiz bilan qarshi olamiz. Rahmet, hoş oldum. Salam, qarindoshlar. Nijat Niyoz qarindishimning, do'stimning, xizmatdashimninki mastanlari. Hamda bizningki 93-yili Billo Gençlerge televiziya stansiyasi yo'tkilib kelgandan keyin bugunga qadar mana 30 necha yil vaqt o'tdi. Bu gaplarni agar desak, yomon uzun hikoyalar bor. Hamda biz faqat ma'u endi 3-navbatda 2025-yil otishda o'tkaziladigan 3-navbat otish lo'nqisi futbol musobaqasiga sen yana o'zingniki yurak qaningni singdirib, o'shanga qizg'in ko'ngil bo'lib bir naqshini ijod qilib yana xalqimizga sunish oldida turibsa, biz ham shu birsi xo'sh oldik, ammo ishqa davomliq ham shuning bilan birga men endi 98-yilda esimga kelib qoldi. 98-yildan boshlab shu 100 ming lo'nqisi futbol musobaqasiga sening uchoqda qancha ijodiyating kirgan? Şu çağda şu Abdullah okugan hayatlık lo'nqisi. Xalqaro futbol musobaqasining bosh tema naqshisiga olganga sen teksin solib saklagan. Bu birisi, anadan keyin İzzet İlyas Yüksek, Gülbariyim, Abdullah Abduriyim. Bu tövette okugan futbol naqshisiga kuy şiirini yazgan. Onun da keyin onun muzikasini Yasin Muqbil işlegan. Hem de biz bu 3. növbetlik atish lo'nqisiga bir emas, 2 naqshga tayyorlik qilyapmiz. Masalan, man berilgan vazifadir. 2 naqshga tayyorlik qilyapmiz. Birisi futbolda, birisi oldi turyapti. Biz cho'qim bu 2 naqshini eng nadir holatda shu tomoshabinlar sunamiz deb o'ylayman. Hamda sana ve ya Yusuf Emin'ge ve ya ki mestallarımızga hem şu atıştaki ve Şinjan'daki her millet halkıga erzimdo biz elgek arkalık taşıyımız digine çokum biz semmo şunda memmo şunda özümüzün şu güçtüne zihnine hem akıl parasitimizni yoğlap durup cismimizdeki bütün enerjiyani biz bu ketim bu şu atish lo'nqisiga ataymayız deb qarayman. Ma'ni anglab men xursand bo'ldim. Birinchidan endi sening qo'lingdan bosh narsa chiqmaydi. Har bir nachar narsa chiqmagan emas. Hisob har birisi chiqqanining, yozganining, ijod qilganining hammasi shunday bir yaxshi asarlarni yozib keldim. Necha 10 yil mobaynida. Anadan keyin ham shu mayli xizmat idorada xizmat qilayotgan vaqtim bo'lsin, bo'libmi jamiyatning shu Ipak yo'li sadosidan iborat bu programmani chiqargandan tortib ta hozirga qadar jamiyatningki qo'shgan to'pang xalqimizning ma'naviyatini beyitishda bak zo'r to'plarni qo'shib keldim. Nurg'un naqshlarni sahnaga chiqardim, nurg'un naqshlarni tanitdim, nurg'un shu orqali nurg'un asarlar cemiyetimizge taşlandı. Bu cihetde hem de bu hem körüklük, hem körüp duruluk bu hem de. Şunun içinde hem de kıvatkan Türkmen'in birisi şu izcil türde futbol musabakası doğruluk. Meyli 98'i olsun, meyli 2023, 24. Hem de hemimizin kuşallandırıldığını nime desen, Moşunda bir yaxşı bir vaziyet bağlansıra barlıq gelip bu yıl bana resmi pelligi kötürüldü bu iş. Meyli nerede olsun, buluş gerek. Yaxşı iş bu, kollayımız. Hem de kilişimiz kollayımız bunu. Sen degende hemmimizin yüzümüzge yarışa mesuliyeti var. Bu işte. Onun üstüge futbolga bo'lgan ishtiyoq bizni mush ko'yib selavatgan gap. Hem de bu futbol degan o'zing bilsa meyli ittifoqlik bo'lsin, meyli umlik bo'lsin, mushu birlik olsun, hem işine üzgün mücessemligen bir tenerket türü iken bu. Şuna sen degende meyli nenin ki Abdülmür ayınımızda bulamdı
vilayet oblastida bo'lamdi, nahilda bo'lamdi va yoki bo'lmasa shu ichki o'lkalarda bo'lamdi. Nada bo'lsa, biz tegishli majburiyatimizni ado qilsak biz xo'sh bo'lamiz. Eng muhimi hamda bu qitimqi shu 3 navbatlik otish lo'nqisiga sen va men cho'qim mas'uliyatimizni ado qila olamiz deb qarayman. Muxtar Bo'g'ra efendimninki yozgan teksti qanday shaklda chiqargandi bu naqshini deb hamda bugundan boshlab aqcham to'g'rilashlar taqozo bo'ladi. Ham shu bizningki shu 3 navbatlik 2025 yil 11 ayning 15 kuni Otishki futbol maydonida Muxtar Bo'g'raning Tanduysining kelib kelgan nomerini ham bizningki hammalarning o'rtaq bir taqdim qilgan bir isil nomerlarimizni ko'rishinglarni umid qilamiz. Shu chog'da ko'rishaylik.